Menda o'sha payt Shohid Ibragimov degan so'zi va moliyaviy savodxonlik ki uzun market degan so'zlar meni jalb qildi. Shu o'qiyman deb, mana shu narsaga kirishay deb, amalga oshiraman deb shu loyihaga keldim. Moliyaviy yostiqchaga pul jamlashni o'rgandim. Shuncha yildan beri shu narsalarni bilmaganman men. Va ayol loyihasidan yaxshi o'sha proyekt qilganim uchun menga ishonib, bu imtihondan yaxshi muvaffaqiyatli o'tganim uchun pul ajratishdi va umuman foizsiz u va uni olib men yangi yana ishxonamni yana chiroyli qilib yangi joylarga ko'chdim va shu proyektimni amalga oshirish uchun shu mablag'dan foydalandim. Bemalol ikkilanmay kelsanglar bo'ladi. Men shunaqangi ketgan 2 haftalik vaqtimga achinmayman. Shunaqa kuratorlari zo'r, shunaqa bilimli kuratorlarni jalb qilishgan. Agar sizda hech qanaqa biznes plan bo'lmasa ham, borsangiz sizni o'zi har bitta insonning o'zini g'oyasi bo'ladi, qobiliyati bo'ladi. Shunga yarasha ularda psixologlar ishlaydi. Psixologlar sizlarni qobiliyatinglarni, g'oyalarni ichida o'ylab yurgan g'oyalarni o'zi chiqazib olishadi. Bemalol kelib, o'qib, o'zingizlarni biznes planlaringlarni ular bilan birgalikda yechimini topib, moliyaviy erkinlikka chiqsanglar bo'ladi.